Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda Minecraftda masalan gullar sindirsa epic narsa tushadi degan video olamiz. Bu albatta video qiziq bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. To'g'risini do'stlar, yomon xabar bor. Vashshi kanalda 96% odam obunasi ko'ryapti. Pashta hech kim obuna bo'lmayapti. Shuncha qilgan mehnatimiz uchun iltimos obuna bo'lgan qiyin emas. Bittagina tugmani bunday bosib qo'yasizlar. Evasiga mazza qilib modlarni ishlatib, Minecraft ko'rib, mayli. Mayli mazza bo'ladi. Shuning uchun like bosib, shuncha qilgan mehnatimni endi bir tinga qilgan narsaga sarflamay xullas. Do'stlar, как раз gul oldinda qosindiramiz. Yo, alvon. Olmos. Miroq, ana do'stlar Miroq keldi. Hozir birga qushib o'ynaymiz. Do'stlar, aytgancha bu bitta gulni sindiradi degan video emas. Bu yana bu videoda Golem epic narsa sotadi degan anaqa ham bor. Uning uchun biz qishloq topishimiz kerak. Bu qishloq topish bo'lmaydi. Bilasan-ku, o'zim qishloq topish bo'yicha jahon rekordini urganman. Xo'sh, unda gullar sindiramiz. Yo, sehrli degan o'q, kamon, oltin sabzi. Mana bitta bu trident daraja idishi. Xo'sh do'stlar. Men yana bugun o'zim video olmaydigan bo'ldim. Do'stlar, hozir meni Miroq degan o'rtam kiradi. Qaranglar qanaqa vashisi arusha tushdi, bile. Bu bilan qaytarib qoldi, barakallas. Qarang buyoqqa. Miroq. Do'stlar, hozir biz oltin sabziymiz. Bu oltin sabzi hech qanaqa effekt kuchlar bermaydi, bitta o'ldiryapti kachok. Lekin ancha zo'r to'xtayman, kachok qo'yib qoldi. Biz hozir qishloq topishimiz kerak, xo'sh, qishloq topishimiz kerak. Xo'sh, to'sha to'rga nima qilaman men? Oltin blok to'xtaylar, Xira bilan chaqirib ko'rsakchi. Xira bilan chaqiryapman. Xira bilan chaqir faqat mayli kiramiz. What the hell, mana qanaqa damlamalar? Xo'sh, bu qanaqa damlamalar? Bu rasvo damlamalar. Gullarning qalay ko'pligini. Hop va bunchakami to'rbenki. Yo, men yoqtirmaydigan effektni berdi. Ifloslar. Bunday qilib qo'yamiz. Biza IQ'miz men bular. Prosta biza IQ'miz men. Bunaqa effektlar o'tmaydi, biz ham yo'llardan sindiramiz. Hamma ilmidan to'lib ketyapti. Tezroq qishloq topish kerak. Do'stlar, aytgancha bu videoga like bosib, kim yo'labdi? What the heck? Meni kimdir o'tibdi? Meni kimdir o'ldirdi. Kirib nima? Xo'sh do'stlar, Miroq do'stim ko'tini shuncha narsaga chopildim. Hammalar biz qishloq topishimiz kerak. Qishloq. Wi-Fi yo'qsa telefon qo'yibdi shu. Men narsalarimni qara yoyilib yotishini. Kimdir boya telefon bilan kimdir o'tdi. Shuni bo'lib qoldim. Hali menga aslaha bersan. Bu bo'ynamayman do'stlar, to'g'rimi? To'g'ri, ana qilishim muhim bo'lishi kerak. Miroq do'stlar ana kirdi. Chatdan videoga o'zgartirilgan qancha narsalar bor. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kirmadi? Iya. Uni qishloq topib. Tezroq Golem nimadan sotishini savoling. Golem nimadan sotishini ko'rmoqchiman-da. Namdek qilib qo'ysak. Ancha yo'q qishloq. Men omadliman. Yo, spam bo'lgan joyimni oldirayotgan-ku qishloq. Yo, menga sidam kerak emas endi. O'zi sidam olmoqchi edim, lekin sidam ana bu g'irromchilik bo'lmasin deb. Kiraz oldimdan qishloq chiqdi. Bitta Golem bormi? Yo'q. To'xtanglar, Golem bo'lsa. Bunday qilamiz biz. Oho, men boyman. Golem bu yerda yo'q.
Bunday qilsak. Uni galim. Qan. Yo'lim. Turdik. Qishloq aka. Voy galim oldu. Qani Oh! Şu hozir biz internet oldiga surib yuborsak bo'ladi. Lapatku. To'xtaylar. Daraxt. Qo'limga taxta keling. Yo'q, taxe. Bo'ldi yo'qda просто. Aqllamay turlaring, zayba qolishdilar. To'g'rimi do'stlar? Da. Okay, let's go. Buni biz taxta solamiz. Taxta nima? Verstak, qo'shmada. Garam ketib qolma faqat. Boshi garam yomon ketib qolaveradi. Senikining artimidi? Yo'q. O'zgardi. Nima? Men yangi ishlayman xolos. Nikini ko'rar, nikini. Yo'q, report qila olmaysan sen menga. Men yozishim mumkin. Yozolmaysan, kes spor. To'xtala, men nima yasamoqchi edim? Chaqirib yubordi. To'xta, menga yana daraxt kerak. Ha, daraxt kerak. Daraxt emas, saxtan bo'laveradi. Aqllamay tur. To'nima galim. Xo'sh. Umorga jinniman, men chiste jinniman, nima yo'lak qildimman? To'xta, men buni bir qilich bilan ursam buni anaqasi ketmadimi? Yo'q, men buni hattoki sindirsam ham. Yo'q, men qilichim legenda ekan. Endi buni shpoq qolamiz va buni bunday qilamizda olmosli yo'q, xato qildimmi? Lapatga qanaqasilardi? Herabrin chaqirgan joying. O'sha ana suvdan o't. O'tdim. Qarasam qishloq yo'q. Depasanda. To'xta. Mana o do'stlar bugun Amallik. keyingi videoda mana shu ikkinchi qismini xohlasanglar, biz ikkinchi qismini xohlasanglar mana shuni tagiga 100 ta like. Lava ko'l topdi. Lava ko'l nima qilasan? Hozir biz endi dragon oldiga ketamiz. Javob beraman. Qishloq topildi. Bo'ldi o'shaki. Shuni oldira spam bo'lgan ekan. Ko'rdingmi, men qanaqa omadli odamman. Men o'zi Minecraft omadli bo'lsam, yana bu nima qilsam? Shohru omadli. Men emas, shohru emas, men omadli shu. Galim yana ketib qoldimi? Jonga teganash galim ketaveradi, bir joyga qamab qo'yish kerak uni bitta bloklar. Masalan, bedrock bilan men qamab qo'yish kerak. Non yasash vaqti. Nonni nima qilasan? Sehrlangan oltin olman, cheksiz olaman. Qani galim? Mana ekan. To'xtamni qilamiz. Olmos kiyimlar bu albatta O ana rahmat Galimjon. Inventarym to'lib ketdi. To'xtamay qolmam. Men keraksiz narsalarni tashlab yuboraman. Oltin blok. Xerabin chaqirish kerak edi. U menga kerak emas, obsidian kerak bo'ladi. Loy kerak emas. Voy loy! Loy kerak emas deyman. Hamma loyni olish kerak. Yo'q, hammayli. Do'stlar, video stop qilib turing. Galim qani? Xo'sh. Bular javob menga katta kerak, uning uchun tayoqcha kerak ekan. To'xtaylar, tayoqchani kiyimlar sotadi. Men kirkani olmasdan yasab olsam ham bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh, men hozir shpoq. Endi mana tosh kosa bo'lar ekan, baram kirki kerak ekan. Do'stlar, to'qib turamiz. Do'stlar, mana hozir biz nima kirkani olamizda tosh qo'yamiz. Sehrlangan nezaret qilib tushdi. Men nima bor u? Shu umuman sinmaydi. Umuman sinmaydi. Kesin qilyapsanmi? Bemalol любой bilan ursa bo'ladi. Obsidian tushdi. Meni obsidian bor. Tiqilyapti meni obsidian shu. Oltin bloklar tushdi. Bo'ldi, tezroq kerakligini chaqiradigan narsasini qurib. Shuncha tosh yetib qolsa kerak. Anisini qo'ydim blokni. Nega skeleton bilan urishyapti? Sen bilan urishyaptimi skeleton? Yo'q, ertagidan tosh qo'ylagan. Zumrad blok ham bor menda. Ana jitar oldim, yugurib kela qochdim, men gale epik narsa topdim.
Men hozir marvarid olaman. Xo'pa, bo'ldi. Menda уже Orqangga portal qara. bor. Orqangga qara. Hop, portalni qurib olay, to'xtab tur. Endi dragonga surib olamiz. Bak. Yo'qol. Bizning maqsadimiz endi dragonni o'ldirish. Videoni oxirida aytaman o'zi ham. Yo'q, xato qilib yubordim. Muhimma xato qilmaslik kerak. Bo'lmasam hammasi rasvo bo'ladi. To'g'rimi bir vaqt? Hozir yasayman. Shifo qilamiz do'stlar. Menga ber. Tushundingmi? Saqlaymiz keyin. Faqat meni kiyimlarim yo'q. Oyoq Loy, galimchi olmos kiyimni sotyapti loyga. Mendan neziret oyoq kiyim bor. 12 ta anu ko'z kerak, 12 ta tayyor. Hop, hop. 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 Yo'qolma olmasa mollar asabimga tegadi. Bitta ko'z o'chirib yubordim, bile. Farqi yo'q, yana sotib olamiz, yo sotib olmaymiz. Shpoq qilamiz, shpoq qilib turib shpoq qilamiz. Ko'rdinglarmi kuni? Ey, Murohid, men oxirgisini sen qo'y. Okey. Do'stlar, bu videoning ikkinchi qismini chiqaradigan bo'lsam bo'pti. Keyingi qismini ko'rishguncha xayr. Keyingi qismda biz endi dragonni o'ldirishga harakat qilamiz.